Siz ushbu suvni ichgan bo'larmidingiz? Albatta yo'q. Lekin biz bilib bilmasdan aynan ushbu holatdagi suvni iste'mol qilishimiz mumkin. Agar biz xonadonimizga to'g'ri filtr tanlamaydigan bo'lsak, ko'chadan kelayotgan suv toza ko'rinishi mumkin, lekin biz uni tarkibini bilmaymiz. Shuning uchun imkon darajasida uyimizga, xonadonimizga keladigan suvga bosqichma-bosqich tozalab beradigan suv filtrlarini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xonadonlar uchun, ya'ni katta uy, hovlilar uchun biz aynan shu kattaroq filtrlarni tanlaganmiz. Ya'ni big filtrlar deyiladi. Bu ketma-ket o'sha suvni mikroblardan tozalash yoki qum zarrachalarini olib qolish va ko'mirli filtrlar qo'yib o'sha xlorlardan tozalash imkonini beradi. Ushbu videoni to'liq oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, bu filtrlar haqida umumiy ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli mijozlar, hamkasblar. Bugungi videomiz orqali biz mahalladan kirib keladigan suvga yoki skvajna, yer ostidan oladigan suvga filtrlarni qo'yilish tartiblari va foydalari, agar filtrsiz bo'lsa, qanday oqibatlarga olib kelishlari haqida qisqacha tushuntirib o'tamiz. Demak, bizda hovliga qo'yiladigan filtrlarimiz ketma-ketligiga qaraydigan bo'lsak, bizda asosiy qismda, demak, grubachiska, ya'ni birinchi setichniy filtrimiz turishi kerak bo'ladi va bundan keyin 3 tali xonadonlar uchun tanlanadigan bo'lsa, demak, big filtrlar tanlanadi. Bular 3 qismdan iborat bo'ladi. Har bittasini o'zining alohida vazifasi bor. Buni video jarayonida ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu tozalashlar qulay bo'lish uchun, ya'ni birinchi kirish qismiga aynan shu setichniy, ya'ni grubachiska filtrlar qo'yiladi. Buni o'zini yechib tozalasa ham bo'ladi bu tomondan, yoki vaqt o'tib ketgan bo'lsa, buni ichini yechib, setkasi tozalanadi. Mana ahvoliga qarang. Siz bu suvni iste'mol qilgan bo'larmidingiz? Lekin biz bilib bilmagan holatda aynan shunday suvni har kun iste'mol qilishingiz mumkin. Va bu nafaqat sog'lig'imiz uchun, o'sha bolalarimizni, yosh oiladagi yosh bolalarga va yosh ulug'larga, o'zimizga ham ziyon yetadi. Undan tashqari, binodagi, uy ichidagi jihozlarga, o'sha unitaz bo'ladimi, rakovina simistitlar bo'ladimi yoki boshqa isitish qozonlari, kotyollar bo'ladimi, shularga ham bu ta'sir qilib qo'yadi. Mana bu ahvollarga qarang mana. Buni oddiy suvda, oddiy tozalash imkoni bo'lmaydi. Biz hozir sizga karcher orqali tozalab ko'rsatamiz. Mana endi top-toza bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Bu tomondagi suvni ahvoliga qarang. Har xil ko'lmaklar, nimadirlar yopishib qo'ygan. Bu har 3-4 oyda imkon qadar buni tozalab turish kerak bo'ladi. Endi keyingi navbatga o'tamiz. Mana kolbaning ichini ham ko'rishingiz mumkin. Yopishib qo'ygan. Va keyingi navbatda endi big filtrlarimizni yechib, kartrijlarni olamiz. Mana ahvolni ko'rishingiz mumkin. Mana bu ko'rayotganingiz xizmatini o'tab bo'lgan. Hozir qo'lqopda uncha ko'rinmayapti. Mana yechib, alohida mana bilan ko'rsatishimiz mumkin. Mana har xil holatdagi mikroblar, organik o'simliklar va o'sha zanglarni ushlab qo'ygan. Mana filtrimiz ushlab qo'ygan har xil chiqindilar. Bu tomonimiz qarshi tozalaganimiz, bu tomoni esa yopishib turganlari. Va mana suvni ahvolini ko'rishingiz mumkin.
Endi ketma-ketlik bo'yicha filtrlarni ham o'z joyiga qo'yamiz. Bu ko'p martali, ya'ni ko'p marotaba yuvib, chayib ishlatsa bo'ladi. Uni endi joyiga qo'yib qo'yamiz. Va navbatdagi ketma-ketlik filtrlarga keladigan bo'lsak, bizda birinchi navbatda 25 mikronli filtrimiz qo'yiladi. Bu polipropilen tolalardan tashkil topgan bo'lib, bu asosan suvni zanglari, ya'ni qum, har xil holatdagi narsalarni olib qolishga mo'ljallangan. Boshida qo'yganda narigi filtrlarimiz ham aynan shu holatda edi. Va undan keyingisi ko'mir aralash filtrimiz. Bu aynan o'sha suv tarkibidagi xlorlarni, har xil hidlarni olib qolishga mo'ljallangan bo'ladi. Italiya mahsuloti, hamma barchasi original filtrlar. Mana shu holatda o'rnatiladi. Va uchinchisi bizda ya'ni suvdagi har xil organik uchuvchi tolalarni olib qoluvchi yoki hidlarni, xlorlarni olib qoluvchi kuchli filtrimiz, ya'ni bu ko'mirli hisoblanadi. Ikki qismdan iborat bu ham. Ichi to'la ko'mir, maydalangan ko'mirdan tashkil topgan bo'ladi. Va bularni endi ketma-ketlik bo'yicha joylashtiramiz. Va nihoyat biz barcha kartrijlarni almashtirdik. Endi navbat asosiy suvni ochamiz. Taqqoslashingiz uchun mana eski holati bilan yangi holatini ko'rishingiz mumkin. Mana yangi holati, bu esa eski holati. Ya'ni qanchalar o'ziga zararli moddalarni olib qolyapti va ko'mir o'ziga yarasha xususiyati bor. Ya'ni o'sha tarkibida xlor bo'ladigan bo'lsa yoki har xil hidlar bo'ladigan bo'lsa, ko'mir eng oxirida qo'yiladi. Bu o'sha hidlarni o'zida olib qoladi va ichimlikka yaroqli suv qilib beradi. Va undan tashqari biz oshxonamizda alohida ichimlik suv uchun yana qo'shimcha filtr ham qo'yishimiz mumkin. Bu esa yana ham ichimlik suvini toza hamda sifatli suv bilan ta'minlash imkonini beradi. Bu taraflarga e'tibor bermaysiz, chunki hali ish jarayonlari oxirigacha yetmagan. Lekin siz sog'lig'ingizga e'tibor bering. Sog'lik bu ulug' ne'mat. Bunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifalarimizga obuna bo'ling. Salomat bo'ling.